2030-yilgi jahon chempionatida 64 ta terma jamoa qatnashishi mumkin. Infantino futbol tarixidagi eng katta inqilobni boshladi. FIFA prezidenti Gianni Infantino futbol olamini larzaga keltiradigan bayonot bilan chiqdi. Unga ko'ra, tashkilot 2030-yilgi jahon chempionati formatini 64 ta jamoagacha kengaytirish imkoniyatlarini jiddiy o'rganib chiqmoqchi. 2026-yilgi jahon chempionatida jamoalar soni 48 taga yetkazilgan edi, ammo FIFA bu bilan to'xtab qolmoqchi emas. Turnirda 64 ta jamoa qatnashsa, o'yinlar soni va translyatsiyalar keskin ko'payadi. Bu esa FIFA uchun milliardlab qo'shimcha daromad degani. Jahon chempionatiga chiqmagan ko'plab kichik terma jamoalarda tarixiy imkoniyat paydo bo'ladi. Futbolchilarning taqvimi esa ancha tig'izlashadi va o'yinlar sifati pasayishi mumkin. Gianni Infantinoning ushbu loyihasi hozircha o'rganish bosqichida, biroq FIFA buni amalga oshirish uchun jiddiy kirishgan ko'rinadi. Jahon chempionatida 64 ta jamoa bo'lgani yaxshimi yoki klassik 32 talik format zo'r edimi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.